Siz ajdorxoni shunchaki afsona deb o'ylaysizmi? Tasavvur qiling, tabiatdan mukammal jonli qurol qilib yaratilgan bo'lsa-chi? Keling, bu maxluqlarning ichki dunyosiga nazar solamiz. Ajdorxolar olovni qayerdan oladi? Ularning tomog'ida ikkita maxsus bez bo'lishi mumkin. Birida o'ti yonuvchan suyuqlik, ikkinchisida esa reaksiyani tezlashtiruvchi modda. Ular havoda to'qnashganda xuddi raketa dvigatelidek alangalanib, dushmanini kulga aylantiradi. Unda uchqunchi ularning tishlari orasida chaqmoq tosh qatlami jag'lar yopilganda minglab uchqunlar sachratadi. Eng qizig'i, ajdarhoning tomog'i va tili biokeramika, ya'ni o'ti yuqori haroratga chidamlik to'qima bilan qoplangan. Bu xuddi kosmik kemalarning issiqlik himoyasiga o'xshash texnologiya. Albatta, bularning barchasi shunchaki go'zal bir faraziya. Aslida ajdarholar bizning cheksiz tasavvurimiz va qadimiy ertaklarimizda yashaydigan sehrli bir maxluq. Ular bizga qo'rquvni yengishni va mo'jizalarga ishonishni o'rgatish uchun insoniyat tomonidan kashf etilgan eng mashhur afsonadir. Shunday bo'lsa-da tan oling, tabiatda haqiqatdan ham shunday maxluqlar bo'lishini xohlarmidingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.